Yana yo'qlab kelgin bizni Ramazon. Iymonda zabardast bo'lmoqlik uchun kunu tun duoda yurmoqlik uchun savobli amallar qilmoqlik uchun yana yo'qlab kelgin bizni Ramazon. Xayru saxovatlar ulashib takror, yaxshilik yo'lida kurashib takror, engizgu niyatlar tilashib takror yana yo'qlab kelgin bizni Ramazon. Tunlari qoyimlik qilmoqlik uchun ibodatni aziz bilmoqlik uchun Allohga suyukli bo'lmoqlik uchun yana yo'qlab kelgin bizni Ramazon.